burada kichkinalar uchun ishlatish uchun shunday мороженое tarqadi. Bilasizlar, ko'pchilik internetda ko'rgan kola asosan ba'zida o'zini chiqarib qoladi. Yana pomina мороженое ko'radi, yana bunday ishlatmakka bilmiyorum. Kichkina joyi bor odamlar, lekin мороженое qo'yadigan odamlar ham dumzoq yetadi. Ve pizza pechdan avval bir netganmiz. 2 marta bu odam zo'r sotilgan. Kichkina shunday tarafini pizza chiqaradiganlar, kafenyalari zo'r kichkina joylari bo'lsa, hammasidan taxlab mebellar ichini zo'r atib bosasa bo'ladi. Yana bularni bilasizlar, xolodilnik, morozinnik variantlari bor bularning. Bu aparatlar hozir takır razmerdagi bu aparatlar chiqdi. Kichkina faqat zo'r hazırlayib ishlatasiz. Bundan sokniki yoki мороженое takır sazarım bo'ladi yani. Buna solmadan ajlarini qo'yib solib qo'ysa bo'ladi. Gördüm. İşletmeyeyim lekin gördüm. Alasım yetti. İşletmesine bugün kelib dedi. Bayrana qarashini skipga chiqdi.